Assalamu alaykum hurmatli obunachilar. Bu videomiz Urganch shahar Chakkaparnik ko'chada 2 etajli yangi qurilgan binoda 1-etajda 52 metr kvadrat Euro remont kvartiramiz sotiladi ekan. Bahosini ham aytib o'tamiz. Bahosi 420 million so'm. Hozir chan qismlarini ham bir xatar girib obzorlab chiqamiz. Joyimiz chan qismiga keldik. Ko'cha eshikli damir eshik. Eshikdan girdik. Shundan banda bir qo'shgan mebel to'g'risida aynasi bo'ladi. Svetlar ham taralib turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Cho'tkab taxlangan aynasi. Ayaklarimiz, bellarimiz kafel, topli pol bo'lgan, gilam tashlab turibdi ustidan. Bedin shkaf joylashgan bo'ladi. Bu taraf mebelli shkaf, bunda esa ichida kir mashina, bunda yana netib butik posudonlar ham joylashgan. Bu bana dalshina chiqadi bana. Tortiladi. Teyindan tortib kelinadi, netibni yuriydi. Kir mashin shuya joylashtiribdi. Butik posudonlar. Bedina kuxni mebelda joylashgan. Stoli ko'rishingiz mumkin. Bandina pechkalari, bandina gaz plitasi, vitishkasi, xodimliklari, ulug' xodimliklari полностью mebel bo'lgan. Fartuqlar ham bo'lgan. Gaz, svet, suv bor. Dokumentlar ham taxt 52 kvadrat. Bandina tualet vannasi ikkisi bir joyda joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Cho'p-chap kafel etilgan. Bu ham kafel, aradan kafel, oyoqlar ham kafel bo'lgan. Bu yerda unitazimiz, yanında rakovinasi, bu yerda yana dushoy etilgan bo'ladi. Ko'rishingiz shishalar ham bor. Dushoy sistemlari ham qo'yilib turibdi. Потолок, натяжной, ventilyatsiyasi va освещениялari bor. Birinchi etaj, 2 xona, toza dom. 52 kvadrat. Bandina zali. Ko'rishingiz mumkin. 6 odamlik stol, stul. O'tirib ovqatlanadigan. Banda mягкий. Nasi buni ochib turib spaniya sezlar ham bo'ladi. Kerak bo'lsa televizorlari, aynalarimiz bor. Bu tarafda ko'cha tarafga qaragan. Akfa shotchalar ham qo'yilgan. Konditsionerlari bor. Bu yerimiz zal bo'ladi. Потолокda освещениялар bor. Lyustralarimiz bor. Gilamlar tashalgan. Shunday sostenada banda spalnisi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, spalni komplektlari qo'yilgan. Devorlari ob'oy, потолокlar gipsokarton, banda bilan освещение taraf qo'yib turadi. Ko'rishingiz mumkin. Banda aynasi bor. Ikki xonasida ham aynasi bor. Shunday sostenada Euro remont bo'lib turibdi. Mulk egasi nomerlarini yozib qo'yamiz. Bemalol telefonlashib, kelib ko'rib savdolashib olsangizlar bo'ladi. Bahosi 420 million so'm, 52 kvadrat ekan. Gaz, svet, suvlari bor, dokumentlari ham taxt bo'ladi. Orientirimiz Chakkaparnik ko'chada, oilaviy shashlik, shu ko'chaning yonidan kirib kelsangizlar bo'ladi. Shahar ichida, xudo xolasa. Videoning yakunimiz sog' salomat bo'linglar.